Promzona qurilish bozorimizda yana bir savdo do'konimiz o'z ish faoliyatini boshladi. Bu do'konimizda nimalar bor? Hozir siz bilan birma-bir ko'rib chiqamiz. Bu do'konimizda aynan qishda isitish tizimlari, yozda esa sovutish tizimlariga mavjud bo'lgan barcha turdagi ehtiyot qismlarini topishingiz mumkin bo'ladi. Do'konimizda nimalar bor? Bir tanishtirib o'tsak, bu yerda ko'rayotganlaringiz fankoylar hisoblanadi. Buni qisqa qilib videolarda tanishtirib o'tamiz. Undan tashqari mana bunday issiqlik prinsiplarimiz ham aynan shu do'konlarimizda sotiladi. Bemalol kelishingiz mumkin bo'ladi. Mana pastga ham montaj qilib qo'yishgan ekan. Buning vazifasini video qilib chiqarib beramiz. Bundan tashqari bu do'konimizda yana nimalar bor? Mana bunday teflon asoslarimiz bor. Xitoy davlatidan keltiriladi. Bu qismini esa O'zbekistonda mana shu tadbirkorlarimiz ishlab chiqarishar ekan. Egalari nomerlarini pastga ham qoldirib qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin bo'ladi. Ko'rayotgan do'koningizdagi barcha mahsulotlari Yevropa, Xitoy davlatlaridan olib kelinadi. Mahsulotlar sifatiga garantiya berishar ekan. Undan tashqari o'rnatish xizmatlarini ham yo'lga qo'yishgan ekan. Yetkazib berish xizmatlarini ham butun O'zbekiston bo'ylab deyishyapti tadbirkor akalarimiz. Pastga egalari nomerlarini qoldirib qo'ydim. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin bo'ladi.